Erkek bilan urushib turasizmi? Конечно. Uka bilan urushmaslikni o'zi bir xato. Bir marta ukamni adashib qattiq itarib yuborganman. Bomda devorga bosh tegmagan. Devorga shunday boshini tekkizganda yig'lagan. Keyin bir marta ikkalamiz divanda sakraganmiz ukam bilan. Sakrab turib, keyin ukam bir sakragan, men divandan uchib ketganman-da. Xontaxtaga borib og'zimdan urilganman. Ishni burnim qonagan. Gari! Gari! Bunaqa qonli urushlar ko'p bo'lgan bizda. Yes.